Falun Gong praktikanti va Malayziyadagi partiya fidoyilaridan Shia xonim Davr gazeti muxbiriga Beyjinglik bir yashangan kishining yaqinda o'z ixtiyorligi bilan partiyadan ayrilishni va partiyadan ayrilganlik isbotini iltimos qilishni talab qilganligini aytgan. U xalqaro vaziyatdagi o'zgarishlar sababidan Xitoy Kompartiya a'zolarining partiyadan chekinishga boshlaganligini bildirgan. Amerika taratqullari yaqinda Trump hukumatining Xitoy partiya a'zolari va ularning oila tavobatlarining Amerikaga kirishini butunlay cheklaydigan ma'muriy buyruq tayyorlayotganligini, shundaqla harbiy xodimlari va davlat korxona boshqaruvchilarining kirishini cheklaydiganligini oshkorlagan. Amerika taratqullarining xabariga qaraganda, Oqsaroy Xitoy Kompartiya a'zolarining Amerikaga kirishini cheklaydigan prezident xitobnomasi tayyorlayotgan bo'lib, agar prezident Trump imzo qo'ysa, cheklangan Xitoy Kompartiya a'zolari Amerikaga kirmay qolmasdan, balki Amerikada yashayotgan Xitoy Kompartiya a'zolari va oila a'zolarining vizasi bekor qilinib Xitoyga qaytarildi ekan.